Alloh taolo yo'lidagi do'stlik nafaqat dunyoda, balki oxiratda ham davom etadi. Hatto ota-onalar, balalar, xotinlar, erlar birov-birovdan qochgan paytida o'sha kunida o'sha do'stlik foyda beradi ekan. Haqiqiy Xudo uchun do'st bo'lgan bo'lsak, bir yaxshi odamlarni mana shu yaxshi odam bo'lsa kerak deb Alloh uchun o'sha odamni do'st tutgan bo'lsak, o'sha odamlar siz bilan bizni shafaat qilib jannatga kirishimizga sabab bo'ladi ekan. Boshqa narsalar uchun bo'lingan do'stlik shu dunyoda qolib ketib qoladi. Ba'zilar birovni mansabi uchun do'st bo'ladi. Birovni puli uchun do'st bo'ladi, uni pulidan foydalanaman deb. Ba'zilar boshqa narsasi uchun, boshqa bir yomon niyatlarda do'st bo'ladiganlar bor. Ana shularning hammasi hech foyda bermaydi.